Assalomu alaykum. Xayrli kun azizlarim. Bizda hozir er-xotin munosabatlari bo'yicha postlar ketyapti. Keling, mana shunga yana ham ochiqlik, oydinlik kiritamiz. Nima uchun ayol kishining hayotiga xiyonat kirib kelyapti? Birinchi navbatda ayol kishi o'ziga qarash kerak. Qadrsizlanish holatiga o'zi qo'yib bergan bo'lsa, unda shaxsiy chegara bo'lmasa, doim uni behurmat qilishlariga, qadrsizlantirishlariga yo'l qo'yib beradigan bo'lsa, albatta bunaqa holatlar uchrashi mumkin. Ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, turmush o'rtoqqa beriladigan mehr, e'tibor o'ziga berilmasdan barcha e'tibor turmush o'rtoqqa beriladigan bo'lsa ham balans buzilyapti. Undan keyingi etap, balkim siz turmush o'rtog'ingizga berishingiz kerak bo'lgan mehr, e'tibor, energiyani keragicha berolmayotgandirsiz. Sizdan ololmagan energiyani boshqa joydan izlayotgandir. Siz ishingiz, oilangiz, bolangiz